Buyuk sarkardalar. Spitamen. Bu ism bilan bog'liq voqealar asrlar davomida afsonalarga qorishib ketgan. Goh tarixiy rivoyatlar, goh kitoblarda unga duch kelasiz. Xo'sh, aslida u kim? Qariyb 2,5 ming yil muqaddam yashagan kishi nimalar qilgandiki, uning nomi asrlar devorini buzib bizgacha yetib keldi. Miloddan avvalgi 300-yillar. Turon kengliklarida ot choptirib yurgan suvoriylar orasida yovqirligi bilan ajralib turgan sarkarda ham bor edi. Uning ismi Spitamen. Miloddan avvalgi 370-328-yillarda yashagan So'xt sarkardasi. U 329-328-yillarda Sug'diyonada Makedon bosqinchilariga qarshi ayovsiz kurashgan. Bu kurash tarixda Spitamen qo'zg'aloni nomi bilan mashhurdir. Spitamenning onasi So'xt, otasi Sak qabilasiga mansub aslzodalardan bo'lgan. U dastlab Doro-uch, so'ngra Ahamoniylarning Baktriya va Sug'diyonadagi hokimi Bes qo'shinida lashkarboshlik qilgan. Spitamen Besning o'limidan so'ng Yunon Makedon istilochilariga qarshi 3 yil davomida mardona qarshilik ko'rsatgan. Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 329-yilning bahorida Turon zaminga bostirib kirib, Maroqandani egallaydi va hozirgi Sirdaryo bo'yidagi qal'alarga yurish boshlaganda Baktriyaliklar va Sug'diylar Spitamen boshchiligida Sug'diyonada ozodlik qo'zg'alonini boshlab yuborishadi. Bu paytda Aleksandr Makedonskiy turgan Sirdaryoning narigi betiga osiyolik saklarning katta qo'shini yetib keladi. Ular Spitamenga qo'shilishga tayyor edi. Makedonskiy qo'shini saklarga zarba berish uchun daryodan kechib o'tadi va qisqa muddatli olishuvdan so'ng saklar atayin cho'l ichkarisiga chekinadilar. Yunon tarixchisi Arianning yozishicha, Aleksandr qo'shini ularni jazirama issiqda biroz ta'qib etgach, tashnalik azobidan qiynalib ortga chekinishga majbur bo'lgan. Shundan so'ng Makedon bosqinchilari Spitamenga qarshi 3000 piyoda va 800 otliq askardan iborat qo'shin yuboradi. Spitamen ularning yo'liga pistirma qo'yib, raqiblarini qirib tashlaydi. Jangda 2000 piyoda, 300 otliq o'ldiriladi. Bu g'alabadan ruhlangan Spitamen o'ziga qo'shilgan 600 masaget otliqlari bilan cho'lga yaqin sayhonlikda o'rnashib oladi va makedoniyaliklarga qarshi yana jang qiladi. Makedon qo'shini ko'p talofat ko'rib, Zarafshon vohasidagi to'qayzorlarga chekingan. Bu yerda ham Spitamen ularni tinch qo'ymaydi. Makedoniyaliklarning bir qismi masagetlar qo'ygan pistirmaga tushib qolib o'ldiriladi. Bor yo'g'i 40 suvoriy va 300 piyoda qochib qutuladi. Shuncha hududlarni ishg'ol qilgan Aleksandr Makedonskiy hech qachon bunchalik yirik mag'lubiyatga uchramagan edi. Shuning uchun Spitamenga qarshi o'zi otlanadi. Spitamen esa atayin cho'lga chekinadi. Biroq Aleksandr uning hiylasiga uchmay, orqasiga qaytib alamini tinch aholidan oladi va qishloqlarga o't qo'yib, 120 mingdan ortiq aholini qirib tashlaydi. Miloddan avvalgi 328-yilda Aleksandr Spitamenning ko'chmanchi masagetlar orasida yashirinib yurganidan xabardor bo'lgach, ularga qarshi qo'shin yubordi. Ammo Spitamen 600 otliq bilan to'satdan Baktriyada paydo bo'lib, Aleksandr qo'shiniga hujum qilgan. Ammo jangda mag'lub bo'lgan. Spitamen omon qolgan masagetlar bilan cho'lga yashirinadi. Aleksandrning o'ch olishidan qo'rqqan masaget boshliqlari Spitamenning boshini olib Aleksandrga yuborishadi. Sarkarda Spitamen hayoti shu tarzda ayanchli yakun topadi. Ammo Spitamen vatan ozodligi uchun kurashgan sarkarda sifatida asrlar osha mardlik va jasorat timsolida e'zozlanib kelinadi. Uning qahramonligi, mardonavor janglari haqida Vasiliy Yan Qo'rg'on uzra olovlar, Yavdat Ilyosov Sug'diyona, Maqsud Qoriyev So'xt qoploni nomli romanlar yozgan. Spitamen xalqimizning buyuk farzandi va dovyurak sarkardasi sifatida qalblarda mangu muhrlanib qoladi. Spitamen